Nimalar bo'ldi? Mana shu ketyapti sekin O'qigan sari tanadan bir narsa qizib, qayerdan chiqib ketyapti? Yelkami, qo'ldanmi? o'ng tarafdan qo'ldan ketyapti. Qo'ldan chiqib ketyapti. O'ng qulog'imda ham bor, chap qulog'imda ketdi, o'ng qulog'imda avvalda. Qulog'imdan kirib, bu yoqdan kirib turadi, oldin kirib chiqib turadi. 16 yil kasal bo'lgan. 16 yilgi kasala sizdagi. 16 yil. 16 yildan beri azoblanib, og'riq bo'lib, o'sha mashaqqat, tashvish mashaqqatlarni ko'rib kelyapsiz. Yotishimni ham mazasi yo'q, yo'qman. Doktor lechini hamma narsa qilib ko'rsiz, qilmagan narsangiz qolmadi. Kompyuterga yemetiga ham tushib ko'rib, kasalim yo'q deb ketaverdi. Qilmagan ishingiz, bormagan joyingiz qolmadi. Qolmadi. Shu qabristonga boraman, Sulton Uvaysbov bor bizda. O'sha yerga boraman, chiqib turadi. Sulton Uvaysbovdan chiqsam, yana qo'shilib ketimga tanamga kirib keladi. Doktor banisalarga ham lichinaslarni ham oldingiz, hamma narsa qilib ko'rdingiz. Hamma narsani olib ko'rganman. Qilmagan ishingiz qolmadi. 16 yildan beri qanaqa chidab yurdingiz bu kasal dardlarga, og'riq? Nima qilay yuribman, ilojim yo'q, nima qilay? Odamga bitta zirabchi kirsa qancha og'riydi. Siz 16 yil hazil ekanmi ishmasa, 16 yil ichida odam qancha hunar kasb, qancha o'sha ishlab daromad topsa bo'ladi, reja planlari, umuman haligi inson ko'p narsa qo'lga kiritsa bo'ladi. 16 yildan beri ushbu ishlaringizga ta'sir qilib to'xtatib va o'sha kayfiyatlaringizni tushirib va bormagan, qilmagan ishingiz qolmagan bo'lsa bilmadim endi. Endi bu hozirgi holatimizdagi uzoq masofadan tuzalish so'yish qasidasi deb nomlangan qasidani hozir bitta muolajani o'zida 16 yilga kasalingiz yo'q bo'lib qolgandek bo'lib qoldim, onadan tug'ilgandek. Yo'q bo'lganda bo'ldi. Endi qarang, sizga o'zi 15-20 minutda ichida shuncha foyda ko'ryapsiz. Endi hali agar 3 marta muolaja qilganda umuman natijasi zo'r bo'ladi. Ana qilsa, qarang, bo'lmasam bir martadan anaqa qildik, yana bir anaqa qilamiz, muolaja qilamiz. Hozir to'xtab turing, 1 minut. Xo'p, azizlar, ushbu O'tkir qasida YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bu kanalimizda uzoq masofadan onlayn video, vizu va telefonlarda muolaja qilish yo'lga qo'yganmiz. Azizlar, bemorlarga yetkazib qo'yib va prosmotr bo'lyapti, like, podpiska, obuna bo'lib qolinglar. Azizlar, bemorlarga yetib borish uchun hech kim kasal bo'lmasin, sog' bo'linglar.